va endi ikkinchi viloyatga yoki ikkinchi shaharga tuman. Ikkinchi tumanga o'tsak bo'ladi. To'rtko'l tumani, To'rtko'l tumanidan ham biz yana bir g'olibni aniqlaymiz. Yana 5 ta raqam tanlab olaman. Agar 5 ta raqamgacha ham ulgurmasak, 1, 2, 3 ni tanlasak yetarli bo'ladi bizda. Aha, To'rtko'lda bizda 400 ga yaqin ishtirokchi bor. Bu degani sizda yutish imkoniyati ko'proq degani. Menimcha 400 tani ham o'zi nechtadir odam sotib olgan bo'lsa kerak. Va bugun ana shu odamlar ishtirokchilar orasidan g'olibni aniqlaymiz. Birinchi bo'lib, birinchi xonani tanlasak bo'ladi. Omadli kun, xayrli kun. Aynan 3-dekabr hayotingiz davomida esda qolarli kun bo'lishi. Xo'p, 3-dekabr menejerlarimiz menga gapiryapti, o'zimdan xo'p demayapman. Xo'p, demak, birinchi xonamizda bir raqami, demak, birinchi xonamizda bor. To'rtko'l tumanida bir raqami bilan boshlangan kuponlar nechta? Xo'p, hozir ba'zidan menejerlarimiz ko'rishyapti va men bir necha soniyalar ichida sizga raqamlarni aytaman. 35 ta. 35 tami? 35 ta kupon To'rtko'l tumanida bor. Birinchi xonamiz uchun 1 edi. Ikkinchi xonani sekin-sekin aniqlaymiz. Omadli ishtirokchilar, bizni ko'rib turibsiz. Xo'p, ikkinchi xonamiz uchun qaysi raqam bo'lishi mumkin? Yangi yil oldi sovg'alar. Xo'sh, ikkinchi xonamiz uchun 9 raqami bizda ekan. 1-9 bilan boshlangan To'rtko'l tumanidan kuponlar soni hozir nechta? 2 ta. Atiga 2 dona. Wow, 2 kishi. Ikkalangiz ham hozir hayajondasiz va ikkingizdan biringiz hozir Damas labo egasiga aylanasiz. To'rtko'lliklar. Zo'r. Yana bir marta aylantiraman va mana shu 2 ta ishtirokchini bitta qilamiz hozir. Qaysi raqam tushar ekan? Yaxshilab aylantiramiz. Menda bitta shar qo'limda bor. Bu degani bitta raqam menda bor. 5 raqami. 1-9-5 bilan boshlangan yo'q ekan. Shuning uchun yana aylantirishda davom etamiz. Tezlashamiz, aylantiramiz. Hozir bizni ko'rayotgan 2 kishi ham juda ham qattiq hayajonda. Xo'sh, bugun men Damas egasi bo'larmikinman deb o'ylab turibdilar. Ha, siz Damas egasi bo'lasiz. Yangi yil uchun sizga zo'r sovg'a beradi Pepsi. Xo'p, 7. Demak, bizning 3-xonamizda 7 raqami joylashgan. 7 raqami bilan davom etadigan kupon bizda afsuski mavjud emas ekan va yana imkoniyatni sinab ko'ramiz. Buni joylashtiraman, yana bir marta aylantiraman va yana raqam tanlaymiz. Atiga 2 ta ishtirokchi, qay biringiz bugun g'olib bo'lasiz? Xo'p, qaysi raqam bo'lishi mumkin? 4 raqami. 1-9-4 bormi? Unda yana bir marta aylantirib ko'ramiz. Xo'sh, endi bordir balki. Xo'p, yana bir marta sinab ko'ramiz. Bizda 3 raqami. 3 raqam bilan yana yo'q, afsuski. Chunki bizda atiga 2 ta ishtirokchi bor va ularning raqami hozir biz topayotgan raqamlarga to'g'ri kelmayapti. Shuning uchun ularni qayta sharlarni aylantirib, aynan o'sha raqamlarni topishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, bizda o'zi qaysi raqamda ekan ular? Ha, yaxshilab aylantirib olaman, adolatli bo'lishi uchun. Xo'sh, ochamiz va 4 raqami. 4 raqami yo'q edi, yana qayta 4 tushdi. Juda ham qiyin bo'lyapti 2 ta ishtirokchi. Hozir qaysi biri bo'lishi? Damas egasi bugun kim bo'ladi To'rtko'ldan? To'rtko'lliklar. Bir-biringizga omad tilab turing. Qani, kim bugun g'olib bo'lar ekan? Yana 4 raqami, bilmadim. 4 bugun biz uchun omadli bo'ldi. Yana aylantiramiz. Yangi yil oldi zo'r sovg'a Damas labo. 3-dekabr esingizda qoladigan kun bo'ladi. 9 raqami. 9 raqami. Yo'q, afsuski. Xo'sh, qaysi raqam? Xo'sh. Mana shunaqa hayajonli daqiqalar. Hozir menimcha hamma hayajonda. Ayniqsa 4 kunlik ana shu 2 ta ishtirokchimiz. Xo'sh. Qani, qo'lim omadli kelib bugun qaysi bir ishtirokchimiz Damas labo egasiga aylanar ekan? 8 raqami bizda bor. 8 raqam bilan davom etadigan kupon raqami bormikin To'rtko'lda? 1-9-8. Bormi? 1-9-8. Yo'q. Yana davom etamiz.
4 yo'q, 8 yo'q. Qaysi raqam bo'lishi mumkin? Hop, yana yaxshilab aylantiraman, yaxshilab aylantirib olaman va bitta raqamni qo'limga olaman. Xo'sh, qaysi raqam bu safar? Va bu safar g'olib aniq bo'larmikin? Bu raqam ushbu ishtirokchimizga omad olib kelarmikin? 1 raqami. 191 yo'q. Qaysi raqam bo'lishi mumkin? Yana bir marta sinab ko'ramiz. Ana qiynalib omad sinalgan ishtirokchilar bo'lyapti hozir. Chunki ketma-ket 4-5 ta raqam to'g'ri kelmadi. Menimcha bunisi to'g'ri keladi deb umid qilamiz. 0 raqami to'g'ri keladimi? Afsus. Afsus. Yana aylantiramiz. Qaysi raqam? Xo'sh. Qaysi raqam? Bunisi to'g'ri kelib qolar, demak 7 raqami. 197 yo'q, afsuski. Mayli, yana davom etamiz. Va men ishonaman, tez orada biz g'olibni aniqlaymiz. Aynan 4 qo'lda negadir topishimiz biroz qiyin bo'lyapti. Yana 9 raqami yo'q deyishganda, shuning uchun tezlik bilan yana joyiga qaytarib, rotatronni aylantiraman. Bizda har bir raqam 2 martadan. Va biz hozir kimga tushishi mumkin ekanligini ekraningizda ko'rib turibsiz. Atiga ikkita ishtirokchi, ya'ni 1961 va 196996 ishtirokchilardan bittasi hozir g'olib bo'ladi. Xo'sh, qaysi biri g'olib bo'lishini esa mana shu tushgan raqamlar orasidan bilib olamiz. Demak, bizda hozir yoki 6 yoki 9 raqami chiqishi kerak ekan. 7 raqami to'g'ri keladimi? Yo'q, afsuski. Buni qaytarib solamiz, yana aylantiramiz. Xo'p. 2 raqami. Yo'q, 2 raqami yo'q. Bizda hozir qaysi raqam bo'lishi kerak? Yaxshilab aylantiraman. Mana. Demak, bizda 6 raqami. Tabriklaymiz, juda ham zo'r. 6 raqami va ishtirokchimiz aniqlandi. Yo'q. Aniqlanmadi. Menejerlarimiz yaxshilab aytib yuborsangiz, tushunib olsam yaxshi bo'lar edi. Ikkala ishtirokchimizniki ham 6 ekan. Biroz adashman. 3-xonada edik biz. 196 raqamlari. Demak, biz yana ham yaqin qoldik. Ikkita ishtirokchimiz ham ketma-ket raqamlar bir xil boshlangan ekan. 196 boshlangan. Ikkita ishtirokchimiz yana ham hayajonda hozir. Chunki borgan sari g'oliblik aniqlanishi arafasida. 196 raqamlar bilan boshlangan ishtirokchilar. Ha. Yaqin qoldim. Yaxshilab aylantiraman. Demak, qaysi raqam bu safar tushar ekan? 196. 196 va necha raqami hozir? Xo'p, 0. 0 raqami. Omadli, zo'r. Va sizni tabriklaymiz, chunki bizda mana shu raqamdan davom etgan kupon bor. Hashtaglar bilan sizni tabriklayman. Siz uchun juda ham xursandman. Bizni ko'rgan hamma menimcha g'olib aniqlangandan xursand. Yana bir bor sizni tabriklaymiz. 1961 kupon raqami va mana shu ishtirokchimiz sizni yana bir bor qutlaymiz. Yangi yil oldi siz uchun juda ham zo'r sovg'a bo'ldi, chunki siz aynan Damas Labo egasiga aylandingiz. Tabriklaymiz, oila a'zolaringizni ham tabriklaymiz. Va keyin yana bir narsani eslatib o'tishim kerak. Mana shu yerda aytib o'tay. Chunki agar mana shu aynan hozir Nukus va 4 qo'l yaxshi. Demak, hozir Nukus shahri va 4 qo'l tumanlaridan g'oliblarni aniqlab oldik. Aynan mana shu viloyatdan bizni ko'rib turib, g'oliblikka erisha olmagan, ya'ni Damas yeta olmaganlar, sizda hali zo'r imkoniyat bor. Ya'ni bundan ham zo'r imkoniyat bor. Aynan 3-yanvar kuni siz Tracker avtomobil egasiga ega bo'lishingiz mumkin. Ungacha ham kuponlar sotib olib, ya'ni Pepsi, Mirinda, 7up, Mountain Dew, Lipton, Adrenaline Rush
Rockstar Sting mahsulotlarini xarid qilib, kuponlarni yig'ib, yana bir 3-navbatdagi o'yinda ishtirok etib, Tracker avtomobiliga ega bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun imkoniyatni qo'ldan boy bermasdan sotib olishni bugundan boshlang, kuponlarni yig'ishni aynan hozirdan boshlang va ishonaman, siz 3-yanvar kuni Tracker egasiga aylanasiz. Bunday imkoniyatni qo'ldan boy berish kerak emas. Hamma ishtirok etishi shart.